Barchaga salom. Bugun sizlarga Koreyaga mashhur bo'lgan hamda dunyo bo'ylab mashhurlikka erishgan Ojiz qahramon seriali dramasi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Drama 2022-yil suratga olingan hamda 8 ta qismdan iborat birinchi fasli. Ikkinchi fasli 2024-yil suratga olish ishlari boshlandi hamda 2025-yil iyun oyida chiqarildi. 8 ta qismdan iborat ikkinchi fasl. Asosiy qahramon Yeon Seon tashqi ko'rinishidan jim, ozg'in, kuchsiz o'quvchi, aslida u juda ham aqlli va sovuqqon va strategik. Kuch bilan emas, miyasi bilan urushadi. U raqiblarini muhitdan foydalanib psixologik bosim bilan oldindan hisoblangan zarbalari bilan yengadi. Shuning uchun uni kuchsiz, ya'ni qahramon deb atashadi. Do'stlik va qarama-qarshilik. Jismonan kuchli lekin sodiq do'st. Murakkab harakatlari va ichki azoblari bilan yashaydi. Serial do'stlik qanday sinovdan o'tish kerakligi haqida aytilgan. Maktabdagi zo'ravonlik, insonning ichki sinishi juda ham real ko'rsatilgan ushbu Koreya serialida. Ushbu serial kimlar uchun mos? Zo'ravonlikka qarshi kurashish, sokin lekin portlaydigan sujet, aqlli qahramonlar va Koreya dramasiga qiziqadiganlar ushbu serialni tomosha qilishlari mumkin. Serial 2 fasldan iborat va eng kuchli qismlardan ham iborat. Bugungi videorolikimiz orqali sizlarga Ojiz qahramon serialidagi voqealarni biroz ma'lumot berib o'tdik qisqacha.